Xo'p, keyingi savolga qaraymiz. 57-savol. Bizga jadval bergan ekan. X ni proton soni bor ekan, ili neytron soni bor ekan. Xo'p. Proton soni A ekan, neytron soni 2A ekan. Bizda yana Y dagi elementni ham bergan ekan. Hop, Y dagi element bo'lsa 2A to'g'ri. Hop, quyidagi jadvaldan foydalanib x2 y3 degan elementni tarkibidagi x ni massasini toping debdi. Hop, o'ylaymiz, sal o'ylantiradigan savol. Bizdan mana bu birikmadagi x ning massa bo'lishini so'rayapti. Bizda x ning molar massasi kerak uni topishimiz uchun. Endi nima qilamiz? Molar massa topish uchun protonga neytronni qo'shsa molar massani beradi. X ni proton A bo'lgani uchun neytron 2A, A ga qo'shamiz 2A ni. 3A. Bu x ni molar massasi. Endi y ni topadigan bo'lsak 2A ga qo'shamiz 4A ni. Shunda 6A. Demak, y ni molar massasi. Xo'p. Endi qaranglar. x2 y3 bergan, x ni massasini so'rayapti. X ni molar massasi 3A bo'ldi. Uni 2 ta turgani uchun 3A ko'paytirilgan 2 qilaman. 3A molar massasi x ni 2 ta bo'lgani uchun 2 ta ko'paytirdim. Pastiga 3A ko'paytirilgan 2 plus y niki 6A bo'lgani uchun 3 ga ko'paytiraman. So'ralgan moddaning massasini umumiy moddaning molar massasiga bo'lamiz. Hisoblaydigan bo'lsam 6A 3 kar 6 18. 18 ga qo'shamiz 3 kar 2 6. Ya'ni bu 6A qo'shilgan 18A. Agar 18 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsa 24A. Alar qisqarib ketadi. 6 taqsim 24 degani ikkalasini 2 ga qisqartiramiz, bilmay qolsak eng udobnasi shu. 3 12. 3 ga bo'linadi. 1 taqsim 4. Shunda to'g'ri javob B bo'lar ekan. Tushunmay qolgan bo'lsa yana qaytadan ko'ringlar.